Hey ukam, ayoling senda ranjib qoldimi nima? Voyjo, uning gapini bir qilmag'ini. Bizning shirkat bir qiz bo'lib deydigina, ayolimning borlig'ini bila turib, ajoyib chopishdi odamga. Qanday rad qilishini bilmadim. O'zing bilsam, gap so'zga sal qochadigina qara. 想看更多作品，关注我。 Nima u shotroq qiz degan? Boshqalarning loyiqining borlig'ini bilib turib, yanmay suyini iqitib shatraqini chachirtirganlarni shatraq qiz deymiz. Amsuning qanday taqabulsam bo'ldi. Ayolim bor deysam, kelidek choplish yurib bo'lsa. Ey, nadan balam, undaqlarchi, gaqilib og'ziga tiqitib qo'ysang bo'ladi. Qizim, sen oshta qizlar bo'pra. Mana men sen gaqilib mavfqanga bir o'gitib qo'yayli, ha? Yaxshimi? Oqshom ko'nglim bek yerim bo'ldi-dan qarang. Soat 12 gacha yig'labdimi? Soat qarab yig'ilganmi? Yeynimda qilsiz. Rost gapni qilsam, bu oyatsiz yo'q tetimmayotidi. Aytmayotidi. Og'zingiz lozib qoldimi, o'zingiz lozib qoldingizmi? Fi chaqchaqim menga. Hey siz bek esilcimi? Sizni ota-onamni tanishtirib qo'yaymi-ki deyman. Ha, bo'ldi, rahmat. Mening ota-onam bor. Xapalab qoldim sizdan. Sizga peshmet qarmayman. Rostmi? Hopimay bir yarim soat qarmay turgan bir qo'l payve o'ynab olay. Hey, siz demişki men bilan birga o'yin o'ynamaysiz. Deb qopsiz. Mening momam jinida telefonni yeg qo'yib qalaymiqan shikida sevasimi, sizdek so'ng'irin to'qilib ketmaydi. Menmi ura olayman shobinglarni. Shu o'g'iningizmi? Men tex shobing bilan dans o'ynayotamdi debdimi? Shu yaxshi o'ynayolmayman-ku. Shuni o'gitib qo'ying dedim-ku. Voy, sizga o'gitish ketmaydi. Chimliqning ichiga bir kirib olsangiz, o'yin tukichi chiqmaysizga. Chichiyotamsiz ya ichida. Hey, men tillayotam, siz nima? Tillasam ozliq qildi. Qavrtishingizga yezib qo'yaymi-ki deyapman shu gapni. Ko'nglimga bek tez ketdi-jimi. Dazlaringizga vuding arba chaplab qo'yaymi? Bo'ldilar. Hey, yengam ejib chiroyliqga. Girim qilishim bek ustigu deyman. Men faqat yasnishni bilmayman. Ya siz yasnishni bilmagan bilan yasalmichilikni bilasiz. Rost gapni qilsam, bir gap batdi sizga qanday deyishni bilmayapman. Bilmagan bo'lsangiz demayli qo'ying bo'ldi. Sizni boldiroq uchrasammi bo'pti-ki? Men nima degan talaysiz-a? Lekin men yomon talaylikda. Hey, bo'ldilar. Hey, meningcha hech kimga aytmagan bir maxfiyatligim bor. Sizga deb beraymi? Bo'ldi, dang. Men qog'olarga yetkazib qo'yay. Hey, siz menga nimanda qo'pollik qilasiz? Muloyimlikni xotin qilib qo'ydim-da. Yengam sizga odat ta'mir olmamda. Bak, oldirash ko'rindi-ku. Albatta, hamma odam sizdek bekoch emas-da. Bo'ldi, menga hamra o'g'ling-a. Mening yaqinda yog'ib, kayfiyatim yaxshi emas. Kayfiyatingiz yaxshi emasmi? Boziringiz yaxshi emasmi? Hey, bo'ldilar. Hey, meni deb yengam bilan so'qishib shumangjimi? O'zingizni yomon cho'ngchaqlab qopsizmi? Rost gapni desam, ba'zi chaqlarda sizni tatib olg'im keladi. Meni tatib olma demay, uyingizga berib manqingizni bir tating-a. O'dida, ajoyib tajribali ekansan-ku. Ayinchaqda mush aqling bilan ne shatroq qizlarga aldanmay, opam bilan mushta baxtlik o'tib kelsan-kanda, ha? Ey bolam, shu chaqlarda mushunchalik aqlim bo'lgan bo'lsa, burun xotin bilan uyni tutaverdim emasmi? Ha?